Hop, 9-savol. A plus 3B hosil bo'ladi 2si. Muvozanat holatida A 4 mol, B 1 mol, C 2 mol, idish hajmi 1 litr bo'lsa, qaysilari to'g'ri? Endi bular har birini ko'rib chiqamiz. A plus 3B teng hosil bo'lyapti 2C. Endi birinchisida aytayapti, dastlab A 4 mol bo'lgan, B 5 mol bo'lgan. Bular muvozanat holatda qancha edi? Muvozanat holatda A dan 4, B dan 1, C dan 2 berildi. Endi bular molda, idish hajmi 1 bo'lgani uchun, ya'ni 1 litr bo'lgani uchun mol litrga ham to'g'ri kelaveradi. Ya'ni 4 molni 1 litrga bo'lsam 4 mol litr chiqaveradi. Xo'p, endi dastlab A dan 4, B dan 5 bo'lgan deb shuni tekshirib olamiz. C dan 2 hosil bo'lishi uchun B dan 3 sarflanadi. A dan 1 sarflanadi. C dan muvozanat holatda 2 edi. 2 hosil bo'lishi uchun qancha desam, B dan 3 sarflangan, A dan 1 sarflangan. Demak, A muvozanat holatdagisi 4 qo'shsam dastlab A 5 bo'ladi. B ni muvozanat holatdagisi 1 qo'shib qo'ysam dastlab B dan 4 bo'ladi. Bizda A dan 4, B dan 5 deyapti. Yo'q, bu yerda teskarisini berib qo'yadi. Demak, birinchi javob xato. Ikkinchisi konstanta 1. Konstanta 1. Xo'p, konstanta topish uchun C ni kvadrati A ni birinchisi, B ni uchinchisi. Teng C 2 ni kvadrati A 4 ni birinchisi, B 1 ni uchinchisi. Xo'p, 2 ni kvadrati 4, 1 ni birinchisi, 1 ni uchinchisi, ya'ni 1 ni har qanday darajasi 1 ga teng. 4 ni birinchisi 4. Ikkalasi qisqarib ketsa, demak natija 1. 2 to'g'ri ekan. Chunki konstanta 1 chiqdi. A ning 5 dan 1 moli sarflangan, 5 dan 1 qismi sarflangan deyapti. Shundan muvozanat qaror topilgan. Qani? A dan dastlab 5 bor edi, undan 1 sarflanyapti. Demak, A ning 5 dan 1 qismi sarflangandan muvozanat qaror topildi degan fikr ham to'g'ri ekan. Demak, 2 to'g'ri, 3 to'g'ri. A javob to'g'ri ekan.